Teng tamoyilni olgan nima edi? Muntazam. Bu tomonlarimiz 60 dan. H, M, L hammasi teng. Hamma yerda teng. Tushundingizmi? Ya'ni nereden teng? Asosiy tushganda, yonboshqa tushganda ikki asos hamma yerdan nishonma tomoni teng. Va bizada H'ni topish formulasi A imzosi 3 taqsim 2. Nereden gelip chiqqan desangizlar, gelip chiqishi ko'p. Usullardan gelip chiqsa bo'ladi. Bir tanesini aytaman, qarang. Tushuncha, to'g'rimi? Balandlik tushiraman. H'ni doğru? İmberimiz ne oldu? Taqsim İmberim ne oldu? Doğru. Pifagor'dan geçsem bo'ladi. İmberim tekrar etsedi? 60. Sinusdan geçsem bo'ladi. Sinusdan ketaman. Ne oldu? Sinus 60 gradus teng H'ni A'ga bo'lavermadimi? Sinus ne oldu? Kaçtaki katetni hipotenüsga bo'ladi. Sinus 60 dan cherang. H'ni A'ga bo'ladi. A topsa H'ni topishim kerak. H teng A imzosi 3 taqsim 2 dan nima keladi? Formula keladi. Demak, muntazam uchburchakning balandligi A imzosi 3 taqsim 2 degan formuladan foydalanamiz ekan. Tushundikmi? Ha? Bo'ldi. James. Yana o'shada bir fishkal misol bor. Muntazam uchburchak. İçinden ixtiyoriy bir nuqtani olamiz va tomonlarına perpendikulyarga o'tiramiz. Yine. Imunda taman, imuna bir perpendikulyarga o'tiraman, imunda bir perpendikulyarga o'tiraman. Şu perpendikulyarlar yig'indisi H egalligini isbotlaymiz. Perpendikulyarlar yig'indisi H. Hozir buni yaxshi keyin hisoblayman. Bunun uchun sizlarning yuzi o'tmadik. Buni qurib foydalanib turadi. Yuzadan aytaman bari. Uchburchak yuzasini o'tgan. Hali yuzasi sizlar bilan o'tmaydi. Shuning uchun. Xo'p. Balandlik yetti o'rtada. Demak, balandlikda ixtiyoriy, tengyorli, teng tamoyilli muntazam uchun bor ekan balandlikni topish formulalari bor ekan. Teng tamoyilli uchun yozib qo'yasan. Teng tamoyilli balandligi imzosi 3 taqsim 2. Sen misal verip tamamını verip koyup balandligi top desa formulani tashlaysan. Tushundingizmi? Tengyorli uchun xuddi shunday, ixtiyoriy uchun xuddi shunday. Ana endi mavzumuz qaysi? Bisiktrisa xossalar. Hop. Uchburchak A, B, S. İçki uchburchak ixtiyoriy. Bunda ixtiyoriydan ko'p xossalar bor-da. Şurada ishladik. Bisiktrisa o'tiraman. L, A nima? Bir X, Y, A, bu nima? X, Y, A, bu nima? Bisiktrisa shuning bir xossasi bor. Shuning bir xossasi. Birinchi xossa deb qo'yamiz buni. Birinchi xossa. A ni B'ga bo'lganim, Y'ga bo'lganim, shunga mos bo'lgan proyeksiya emas edi. Bisiktrisa ajratgan kesmalar bo'yicha. X ni Y'ga bo'lganima teng bo'ladi. A ni B'ga bo'lganim, X ni Y'ga bo'lganima teng. Misollashib ishimiz bu. Chap qo'limiz. Kelib chiqishini keyinroq tushuntirib beraman. Tak, mana İkinci misal şuna o'xshaydi. Uchburchakning tomonlari 6, 7, 8 ekan. 6, 7, 8. Katta tomoniga bisiktrisa o'tkazilgan. Hop. Hosil bo'lgan kesmalarning kichkin tomoni x 8 minus x. Kichkin topadi. Jada biz hozir xassada foydalanamiz. 6 ni 7 ga bo'lgani x ni 8 minus x ga bo'lganima deyman. İşte beradi x chiqadi. Tushundingizmi?
Tushundingmi? Ya'ni hassani yaxshilatib bilganib olsak, bu misolni oddiy bo'ladi. Lekin hozir bilmasa, qiynashib qolaveradi. Xo'p, tak, keyingi. Tak. Keyingisi, yana ixtiyoriy uch yozamiz. A, B, S. İhtiyari tushunchak uchun else deb ketaveraman. Else uchun yozaman. Boshqa else'ni topish formulasi bor. Else teng 2 taqsim a plus b ildiz ostida p a b p minus s. Va bu yerda p deganimiz nima bo'ldi desam? Yarim perimetr. Yarim perimetr. İhtiyari uchburchak berilgan bo'lsa, balandligini nishab topaman. Bisektrissasini nishab topaman desa, inish formuladan topasan ekan. Siga tushdikmi? İkisini pastga qo'shdikmi? Dum oddiy formula. Yana p a b, yana nechun s yo'q deydi. P a b. Oxirida sini aytdik. Endi bu uchun yozib ko'rayotganimiz sabablar el buni aytgandan 2 taqsimda bo'ladi. A plus S. Aha. İlzası p a'si p minus b. Gördün mü? Yazarsan bunu doğru. Adli bana. Ela üçün ne olur? 2 taqsim B plus S. Aha. P b'si p minus a. Yine. Tamamı berilgan. 3 tomoni berilganmisan? Elni topib bilasanmi endi? Topib bilasan ekan. Tushundingizmi? Davay, yozamiz. Yozamiz. O'chirma.